30-noyabr kunidagi akalar Index avtobozorini barcha elektromobil va gibrid avtomobil narxlari bilan xudo xolisa qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tamiz. Birinchi o'chirda akalar sizlarga Leapmotor C16 ni Instagramga direktga juda ham ko'pchilik yozishgan ekan. Elektri bormi? Dilshod aka deb. Elektrini akalar mana kakras o'zimizni mijozimizni olib kelib qoldilar. Qop-qora, ichi ham qoraga qora deb sotamiz. Endi ichi o'zi fioletoviy rang bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. 14000 kilometr yurgan ekanlar. O'zi mashinaning o'zi yili 2024-yil oktyabrda olingan, lekin 2025-yilda olib kelib berganmiz. 2025-yilda haydaganlar. Ko'rishingiz mumkin, sostaniyasi juda ham yaxshi. Haqiqatda qarab haydirganlar, aka. O'zi ichida ham o'tirsanglar, приятный hidli kelib turibdi. Ko'rib turibsizlar, akalar, yengida elektri, chista elektri C16 ni ichlarini ko'rishingiz mumkin. Okani o'zlarini nomerlarini qoldiramiz. Bemalol baraka qilishingiz mumkin. Narxini lekin yumshoq aytibdilar, yomon emas. 29200 dollar deyaptilar. O'sha kelib notarius qo'volasizlar deyaptilar. Lekin telefon qilsanglar, ozgina narxini o'tib berishlari mumkin, xudo xolasa. Endi ketdi o'rtoqlar. O'tgan safar juda ham ko'pchilik chempionni ko'rsating, voyaq freelarni ko'rsating deb yozishibdi kommentariyaga. Xo'p, birinchi o'chirda voyaq freening narxini so'raydi. Aka, voyaq free nech puldan? 37,5 ming yengiz, garantiyalari bilan sizlarda. Yaxshi. Bizlar shuni yonimizda B-Drive ochishgan. Voyaq freni o'sha ofitsialniysi deyshadi. Yetishligi bo'yicha o'sha polностью nimasi bor. 37,5 ming deyapti. Biz buni CIP Tashkent qilib 28600 dollar CIP Tashkent qilib beramiz. Rastamoshkasiga 8600 plyus minus ketadi. Bilasizlar, buyurtma qilmoqchi bo'lsanglar 95 lik 398 46 ga Nodirga aloqaga chiqsanglar, hammasini barcha ma'lumotlarni to'lig'ini beradi. Xo'p, bir xil narx aka? 37. Bu 37 ming. Nimaga unaqa arzon? Ha, rangi uchun. Ha, demak, mana qimmat yuradi. Voy mashalloh. Mana rang qimmat yurar ekan. Akalar, men endi bildim. Chunki nimaga men endi bildim? Sababi bir xil olib kelamiz-da hammasini. Buni ham, yashilini ham, buni ham. Men endi bildim mukra asfaltda arzon kelishini. Yaxshi, zo'r. Ichi oq ekan, menga eng yoqqani ichi oq sana. Mana chempionligi keldi, xudo xolasa chempionlarni so'raymiz. Ko'pchilik so'rabdi, chempionni so'radi. Bu Smartmi bu? Bu Smart. Bu kaklas Smartni so'rashdi. Nech pul sotasizlar? Bu 29800 deyapmiz, 29600 ga qilib beryapmiz. Oqidan, qorasidan, bunaqa narda gresidan bor. Oqi qorasi hamma rangi bor ekanda. Bir so'z bilan bor. Qizil yo'q ekan. O'zi qizilini ham biz o'zi kitish topib kelganmiz, CIP Tashkent qolib berganmiz. Uni ham zavoddan zakaz qil, вообще juda ham ko'p kutganmiz. Короче, bo'ladigan ranglar oq, qora, narda greyda shu. Uch xil ranglar. 29600 borsizlar. 29600 ga endi bo'lib chiqadi. Endi bo'lib chiqadi. Bankka ham beramiz. Bankka ham berasizlar. O'zi naqdga men qarshiman, hamma biladi. Naqdga dedim men. Bankka qarshiman, ko'pchilik biladi. Bankka bilmayman, nimagadir men qarshiman shunaqa gaplar. Naqdga olsanglar, mana aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, yana nima so'rashuvdi? Nima mashinalar bor? S07 bor, 285 kilometrligi bu. Bu eski, bu restalingmi yoki restalingmi? Restyling. Bu restyling. Kakraz mashina ko'pchilik so'rayotdi. Buni qarang, 19 diskaligidan bor, 20 diskaligidan ham bor. İçi mokrigi oranj, bunaqa mokrigi fistashka rangi bor, ana temnoy, zelenoy. Mashina chiroyli. Fistashka ko'pchilik so'rayapti. Faqat fistashka rang 19 diskadan bor. 20 dan ichi oranjlisidan bor. Narxi qanaqa buni? Bu 28 olamiz, 27800 atrofida qilib beramiz. U kelishsa yana o'tib beramiz-da. Yana kelishsa bo'ladi. 285, 215 ni 27,5 sotishyapti. 27,5 ming sotishyapti. Bu 285. Bu demak chempiondan arzon sotasizlar buni. Shunaqa. Shunaqa, yaxshi. Prosta gibrid mashina-da. Endi hozir 285-900. Shu fursatdan foydalanib ko'pchilik so'raydi, sip nech pul olib kelib berasizlar deb so'raydi. Hozir narxini aytib o'taman. Birinchi o'chirtda mana Dipal S07 Max 215 talikni CIP Tashkent qilib 19900 olib berayotgan ekanmiz. 19700 qilib beramiz sizlarga CIP Tashkent. O'sha YouTubedan qolman desanglar Nodirga, xudo xolasa 19700 CIP Tashkent qilib beramiz. Rastamoshkasiga taxminan 7700 ketayotadi. 7100 bilan chiqyapti. 84 million 600 mingcha chiqyapti. Chunki klientlarning o'ziga beraveraman, bankka o'ziga qilib ketishyapti rastamoshkasiga. Где-то shunaqa 7100 yana sertifikat qo'yiladi qo'shiladiga. Yana 3 million 700 ming so'm sertifikat qo'shasizlar va 100 dollar dekoratsiya uslugasi bor. Общий где-то 7700 ga ketar ekan-da. Sertifikat tamayob bilan. Buni bilib oldinglar, kelinglar. Hozir hisoblaymiz. 7700 plus minus bilan akalar aytib qo'ying, avvalambor. Yana qo'shamiz. 19700 mi? Nech pul dedim hozir? 19700 dedingizmi? 19700 dedimmi? Hozir ko'rib oling. Bir minut. Endi to'liq ma'lumot bergan yaxshi-da, hammalik so'rashyapti. 19700 to'pa to'g'ri. Xo'p, 27400
Sizlar 27,5 ming sotasizlar. Yo'q, 27.800. Ha, 400 dollar yutar ekansizlar agar bizdan buyurtma qiladigan bo'lsangiz. Chempionlar ham xuddi shunaqa. Unda demak, o'tgan Instagramga sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Instagramda aytdim, chempionni shu yerdan o'rganinglar yaxshi. 400 dollar yutaman deb bir oy kutganligiga nisbat etib, hammaga chunki dilxiralik yaxshi narsa emas-da. 400 dollar ekonom qilaman deb bir oy taksida yursanglar ham 400 dollar ketib qoladi. Endi mashinasi bor insonlar yoki tirikchiligi zakaz qilayotgan insonlarni yo'l yo'rig'i boshqa. Misol uchun meni o'zim mashinam bor. Men bemalol zakaz qilsam bo'ladi, shu kelguncha taksida rasvot qilib yurmasdan o'zim mashinamni yurib tursam bo'ladi. Endi BYD so'ng Champion Smart'ini oqi ham bizda nardigres qolmadi, sklatimizda Qashqardagi sklatda oqi va qorasi bor. Uni CIP Tashkent hozir 21.600 dollardan CIP Tashkent qilib beramiz va rastamoshkasiga uni ham 7.5 ming ketyapti rovni, 7.5 ming. Unda ham shu 400-500 dollar ekonom qilasizlar. Yana nima, Li sizlardanmi? Ha, Li 7imiz faqat Dore Styling. 2024 noyabr oyida bu faqat. Ha, yo'q, Dore Stylingmi bu? Dore Styling. Ne, hali ham sotilmadi. Bu 56,5. 56 ga qilib beramiz buni. 56. O'zi bir dona, ha, shu skladda qolgani uchun shuni olib chiqib qo'ydi-da. Kechroq yetib kelgan bu qora garaj. Qora garaj. Bilasizlar, Dore Styling bilan Restyling anaqasini, mana lidarni ko'rasizlarmi? Tashqi ko'rinishida lidari katta bo'ladi. Dore Stylingga, Restylingga lidari ixchamroq, kichkinaroq ishlangan bo'ladi. Bu L7, L7 Ultrasi. L7 Ultrasi. Shular borsalarda? Lincoln kelgan 2 turbinaligi bu. Voy, mashina, rasa zo'r mashina ekan. Rasa chiqib ketdi. Rasa ko'pchilik olib keldi. Klient ko'rganiga sireniyasi bunaqa bo'lib qopti-da. Ha, chiqsa, uni mana bunaqasiga. Kelinglar, ko'rsatasiz buni ichlar. Bu yoqqa o'tib olgan, to'g'ri? Naryodan ko'rsatamiz. Mana qaranglar. Mana. Zo'ra? Sideniyalari aylanadi buni. Menga yoqdi emas. Full 2 turbinaligi bu. Xo'p. Bitta o'tirib ko'ramiz. Sizlar uchun ko'rsatishni. Mana bemalol nariga odam bilan gaplashib o'tirsanglar bo'ladi. Mana bizga stulcha qo'yib, karta o'ynab o'tirsa ham bo'ladi. Xo'p, buni nech pulga olasizlar, Madinaxon? Bu 69 ming. 69 ming tayyor. Buni kelishtirib beramiz naqdga bo'lsa ham. Naqdga kelishtirib berasiz-da? Yaxshi, zo'r. Bundan narsa ko'p olib keldi, oqini ko'p olib keldi-da. Oqi bundan ko'ra kattaroq ko'rinar ekan, tan olish kerak. Oqini to'g'risi aytsam, men hali ko'rmadim. Ha, ko'rmaysiz. Biz narsa olib keldik. S09imiz bor. Nepal S09. Mana shu mashinaga men ishqim ketdi. Zo'r qilib ishlashgan, byudjetni qilib. Juda ham zo'r narxi. Buni ichi oqi, kakrazmanga bu ichi mokriy variant. Materiallari ham unaqa dешёвый emas-da, menga yoqdi. yoqdi. Byudjetni qilib ishlashgan. Haqiqatda byudjetni keyin boya kommentariy yozishdi Instagramimda. Li9 bilan solishtirmang deyapti-da. Misol uchun nechta sotasizlar buni? Bu 47,5 ming. 47 ga qilib beramiz. Bu faqat qarang, eng fullidan bitta pasi, eng fullida buni o'z matraslari bo'ladi. Undan sotganmiz, diskalari ham yulduzcha laganchalik bo'ladi-yu, shunaqa. Bu nech pul deb qaytarib Bu 47 ming qilib berilyapti. 47,5 ming sotilyapti. 47,5 deb kelishtirib. Hozir Li9 lar 70 mingcha sotilyapti. 69,5 ming, 70 ming. Anaqasi, restyling. Shunaqa. Endi bundan bitta olib, yana zdachisi chempion ovozi bo'lar ekan. Shunaqa. Gap yo'q, zo'r. Xudo xolisa bu yaxshi narx, lekin narxi chiroyli. Buni biz CIP Tashkent adashmasam 39.200 lagami, 39.000 olib keldi. Toshkentga ham 11 ming ketadimi? 11 mingga ketyapti, 11 mingga ketadi. Rosa ko'p olib keldi, Xorazmga ko'p olib keldi bunda. Rosa Xorazmlik akalarimizga rosa ham yoqib qoldi. Zo'r. Lekin oladiganlar bo'lsa bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, naqdini sotib olishingiz mumkin. Buyurtma qilmoqchi bo'lsanglar, bilasizlar, Avtobaza har doimgidek xalq xizmatida 95 li 398 46 ga aloqaga chiqsanglar, xohlagan Xitoydan avtomobillarni xarid qilib beramiz. Aytgan yangi qonun haqida eshitdingizmi siz? Mashina kirmasligi to'g'risida. Eksportni to'xtatishyapti. O'sha ko'p nima bo'lyapti? Siz qanaqa variantini eshitdingiz? Har xil variant deyapti-da. То есть iyungacha kirmaydi mashina deyapti. O'zbekiston emas. Mana Xitoy eksport qilayotganda, endi men Xitoydan eksport qilamiz, o'zimizni xitoyliklar bilan, firmamiz bilan. Biz nomer taqamiz, eksport qilayotganda, eksport qilayotganimiz nomer taqqanimizdan keyin 2 minutdan keyin eksportatsiya bo'ladi. Endi 1-yanvardan shunaqa qonun kiryaptiki, nomer taqqaningizdan keyin deyapti. Пожалуйста, eksport qiling deyapti, lekin 6 oydan keyin deyapti. 2 minutdan keyin qila olmaysiz, 1 soatdan keyin qila olmaysiz. 6 oy kutishingiz kerak. Eksport qilish sal qiyinlashtirishyaptiki, lekin bu narsa ofitsialniy dilerlarda mustasno bu narsadan. Ofitsialniy dilerlar bemalol olib chiqaveradi, lekin bizga o'xshab shu arzonroq olaman, endi qaytarib olaman, eksport qilaman degan eksportyor kompaniyalarga bu qiyinchilik tug'diradi. 6 oydan keyin, lyubuye deyapti, 180 kundan keyin eksport qila oladi. Endi bu sama-saboy narx-navo oshishiga to'g'ri keladi. Sababi boy odam pul tikkandan keyin 2 minutdan keyin pulni yechib olsam, siz 500 dollar, 1000 dollar foydasiga bera oladi Xitoylar. Lekin 6 oy pul muzlagandan keyin, "Ya, uzr, kechirasiz" deydi. Shuncha pulim muzlagan. O'zi ko'pchilik ham sotmay turishibdi-yu hozir, bilayotgan bo'lsangiz, ko'pchilik sotmay turibdi. To'ppa to'g'ri aytasiz. Xudo xolisa qimmat paytda sotish plani. To'ppa to'g'ri.
Даже to'g'risini aytaman, mashina topolmaganimizdan 3-da yoki 5-da xudo hozir bilet olaman, kirib inshaalloh Qashqarga, Xargosga, Shandongga ketyapman. Mashina qidirganim. Sipga zakaz ko'p, lekin xitoyliklarga telefon qilganimizda ishlab turgan Dilshod sotmay turibman. Eksport tugaydi-yu, deyapti. Yanvarda o'sha eksportga men ruxsat olganman, yanvarda ko'tarilgandan keyin sotmoqchiman. To'g'ri uchun deyapti. Deyli-yu men xitoycha otam. Endi noiloj hozir Xitoyga borib qidiraman endi. Skladda yuraman. Mana buni sotasanmi, hozir sotsang olaman deb turib, qimmatroq bo'lsa ham noiloj. Yana nima mashinalar bor sizlarda hozir? Bizda hozircha shular. Keyin bu Dongfenlar bor. Ha, Dongfen ko'pchilik qiziqyapti aytgancha. Bu restyling varianti. Restyling varianti. Bu juda chiroyli mashina chiqdi. Men o'zimga olib keltirdim. Qoraga oranjevisidan, qoraga qora ham. Ana kuni o'zimga olib keltirdim, qorasidan olib keltirdim. O'zim minaman deb endi rastamishga qoldirdim. Bolalarimiz telefon qilib qoldi. Klient chiqib qoldi, sotib yuboring, keyin bir oydan keyin yana kelar dedi. Sotib Lekin hamma maqtayapti buni. Juda ham ko'pchilik maqtayapti. Ham katta-da, bemalol ichlari ham. Ichlari ham keng, katta. Kelyapti, sotilyapti deb bu mashina. Nechta sotasizlar sizlar? 31800. 31800. Va, antam 31800 sotishgan ekan. Shunaqa, endi yana kelishtirib beriladi deyna. Ha, yana ozgina o't beradigan joyi bor. Taxminan qancha o't beradi? Mana konkret mana Xitoyliklar bilib olaylik. Uzog'i 100 o't bor. 31700, o'zi 32000 deyilyapti. Где-то 31700 gacha tushib berilyapti. Tushib beryapti, beraveryapti. Demak, Index avtobozorda yursangiz, masalan, Xitoylik rahbar bo'lsa, $100 o't beradi yana. Mana sizlarga life hack Madinaxonda. Xo'p, buni biz CIP Tashkent rosa ko'p olib kelganmiz. Restyling variantini $22800 CIP Tashkent bo'lyapti. Buni rastamoshkasi $7800 bo'lyapti. Buyurtma asosida olmoqchi bo'lsanglar, Nodirga aloqa chiqasizlar 95 ga. Agar naqddan olmoqchi bo'lsanglar, pastdagi nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib savdolarni qilsanglar bo'ladi. Mana bu Denzi kimda? Denzi Abbos kelaniki. Bu lekin probegli yili ham 22 mida shunaqa edi. Ha, unda qilmay qo'ya qolamiz. Ertaga qilmay. Honda-chi? Honda ham sotilib bo'lgan. Sotilib nechta sotdinglar? 16000 sotishdi. Biz vaqtida bilsangiz 15000 dan uchirdik. Ha, bildim. 15000 dan uchirdik. Juda ham ko'p edi deb bizda, chunki 15000 dan o'sha tugagandan keyin real zo'r mashina. BYD Yuan Up juda ham ko'pchilik so'rashibdi. BYD Yuan Up bu birinchi pozitsiyasi ko'rib turganlar, shu bazaviy pozitsiyasi ko'rsat. Mana hamma nima farqi bor deyshadi-da. Farqi okey, mana kalpakli diski bo'ladi, ko'rib turganlarda. Panorama lyuki bo'lmaydi. Tashqaridan ko'rinishida. Head-up displeysi bo'lmaydi. Endi full pozitsiyasida bo'ladi. 3 deb. Aka, buni nechta sotasizlar? 2200 $200 sotilayotgan ekan, ko'rib turibsizlar. BYD Yuan Up birinchi pozitsiya. Full ham bormi aka sizlarda? Full yilda kelyapti. Full yil. Dekabrda 15 ga kirib keladi. Dekabr 15 ga kirib keladi. Buni nechta sotmoqchisiz taxminan bilasizmi? Hozircha noma'lum aka. Narx ko'tariladi deyapti-yu, hol noma'lum. Zakaz bergan 30 ta keladi, xudo xohlasa. 30 ta keladi. Eng fulldan, o'sha head-up displeysi bor. Eng zo'r. O'shandan olinglar deb maslahat beraman o'zim, lishni o'zim. Sababi puliga arziydi. Panorama ochtiraman desam o'zi $3800 ekan. 2000 qimmatmi, 3000 qimmat, zato hamma narsasi bor. Tushundinglar? Mana bu head-up displeysi bo'lmaydi. Panoramasi. Keyin bunda abduhabograf yo'q-a? Yo'q. Unda bor-a? Unda bo'ladi abduhabograf va bu jentraga o'xshab qo'lda suriladi. Unda knopkada suriladigan nimasi bor. Bu hop, ko'rdinglar $20200 ekan. Okaga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Nomerlarni pastda qoldiramiz, xudo xolasa. Bozorga kelsangiz. Dona qoluvdi, skladda turgan bo'lsa, ulgursanglar, telefon qilsanglar, Nodirga kelmamni ko'rsat. CIP ni $12900 CIP Tashkent qo'yamiz. Qo'shamiz rastamoshkasi 6500 plus minus chiqyapti. 19000 to'laysiz. Hozir ayiramiz $20200. $800 raznica berar ekan akalar, xudo xolasa. Bemalol aloqa, keyin full pozitsiyasini aytgancha aytib o'tib. Full pozitsiyasidan mokra asfalt adashmasam bitta qoluvdi. Oqqa bir 6 tacha bor, skladda, Qashqardagi skladimiz turibdi. Uni 15500 qilib beramiz. $15500 CIP Tashkent. Qo'shamiz, uni ham rastamoshkasi 6500 bo'lyapti. 22000 ga tushib ketgan ekan. Bular nechta sotadi, men bilmayman. Telefon qilib so'rab ko'rasizlar, nechta sotmoqchi bo'lganlarni. Assalomu alaykum. Endi akalar, BYD Xanni yangichasini sizlar bilan kichkinagina mini obzor qilamiz. Mana buni to'g'risini aytaman, o'zim ham birinchi marta ko'rib turibman. Birinchi o'chirtda men ahamiyat bergan narsam akalar. Xan yozuvli mana bitta materiali juda ham yoqdi menga. Kir ichiga. BYD ichkarisi BYD Xan L bilan, lekin ranglari ham bir xil. Dinamikasi ham hamma narsasi BYD Xan L bilan bir xil ishlab chiqarilyapti deb aytishdi. Men o'zim birinchi marta xolodilnigi bor buni. Buni xolodilnigi bor mana, как раз. Xolodilnisi o'rtada buni ham. Mana, ko'ringmi? Ko'rsat. Gitara bo'layotgan skorsi. Ko'rasizlar, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Menga mana
Mana shu yoqda to'g'risini aytsam o'zimga tirikchiligi asosan mashina zakaz qilman, xudo xolasa. Duo qilib tursanglar, bir 20 tacha zakaz qilamiz. Bu Infudan bitta oldingisi nima farqi bor deshganda menga xitoyliklar tushuntirishdaki, rostmi yolg'on bilmayman. Head-up displeysi bilan bitta lidarda farq ekan. Infuda oyog'im bagajligimda yo'q o'sha narsa. Demak, 3 ta narsasi yo'q xolos. Bo'ldi. Qaranglar. Infuli bilan razницасini hozir aytib o'taman. Head-up displeysi bo'lmas ekan va lidari bo'lmas ekan. Buni nech pul sotasizlar? Buni 36 $36,000 ekan akalar. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Ko'rib oldinglar, BYD Xanna 2020 restyling variantini xudo xolasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar buyurtma qilmoqchi bo'lsanglar. Bizda $24,500 CIP tashkil qilib beramiz. Rastamoshkasiga 8,5-8,600 plyus ketadi. Xo'p, BYD Xanna o'sha restyling variantini patkuch hisoblab ko'ramiz. Hozir bular aytdilarki 37,000 dedilarmi? 36,000 debdi, $36,000. Biz $24,500 CIP tashkil qilib beramiz. Yana 8,500 plyus minus rastamoshka ketyapti. $3,000 ekonom qilsanglar bo'lar ekan. BYD Xanna restyling variantini zakaz qilsanglar, bizda shu qoraga kafenisi bor, eng xadovoy rangi. Bemalol 95li 398 46 ga aloqaga chiqarasizlar. O'rtoqlar, xudo xolasa videomiz yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Keyingi oddiy nima elektromobillarni obzor qilishimni aytsangiz, xudo xolasa qo'ldan kelgancha obzor qilib beramiz. Aytgancha keyingi oddiy xudo xolasa sizlar bilan Xitoydagi skladni, Xargosni, Qashqarni obzor qilamiz. Obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying, xudo xolasa обязательно Instagram sahifamga obuna bo'lib qo'ysangiz, aytgancha Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki har kuni mana narxlar qo'yamiz-da biz. Har kuni narxlar qo'yamiz. Mana avtobazaga obuna bo'lib qo'ysanglar, har kuni mana skladdagi mashinalarimiz haqida, narx haqida, mana tayyormi, tayyor emasmi, hammasi haqida bemalol ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Shunaqa gaplar o'rtoqlar, joyingiz sog' bo'lsin. Avtobaza har doimgidek xalq xizmatda.